Assalomu alaykum. Azizlar, yana bir bor efirda sizlar bilan Aqida xonim hamda Bahor. Xullas biz Germaniyaga keldik va ayni damda Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasidamiz. Atrof qaranglar, qanaqa go'zallik. Bizda hozir bayram bo'layotgan ekan. Yana kun chaleureux. Nuq, Otabek Mahkamov. Assalomu alaykum zot oliylari. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hamda mana Germaniyadagi xush kelibsizlar. Mana bular mezbon bloger, biz esa mehmon bloger. Otabek, bir narsa desangizchi. Ham barchani ko'rib turganimdan xursandman. Xudo xolasa bugun Berlin shahrida bizning elchixonamizda juda ham zo'r tadbirlar o'tadi. Ularning hammasini Mr. Otabek TV kanalida va Aqida xonimda ham tomosha qilinglar. Bularda ham. Germaniya live-ni ham albatta ko'ringlar. Germaniyaga keladigan bo'lsanglar, xudo xolasa mana shunaqa tadbirlarda birga ishtirok etish nasib qilsin. Biz esa sizga o'xshab bularni kanallarda ko'rib boramiz. Faqat Navbahor ko'radi. Biz hammamiz yordam. Azizlar, assalomu alaykum. Yana bir bor Berlindamiz, O'zbekiston elchixonasida. Bu yerda nafaqat ayollar, balki bizning akalarimiz, ukalarimiz bor. Germaniyada necha yildan beri ishlar. Assalomu alaykum. Ijod qilib kelayotgan. Har bittasi alohida tarix, har bittasi alohida bir storytelling. Xullas, yana yaqindan tanishtiramiz xudo xolasa. Va men bunaqa akalarimiz, ukalar bilan faxrlanaman. Ishlaringiz rivoj yigitlar. Sog' bo'ling. Germaniyaga kelinglar albatta. Kelsa o'zingiz kutib olasizmi? Javobmi?